Mustaqil respublika bo'lganiga mana 35 yil to'layapti. Bu to'y bu. Ana shu to'y orasida bo'lgan bunday orqaga qarab ishlarimizni bir sarhisob qilsak, nihoyatda katta ulkan ishlar qilindi. Menga mustaqillik juda katta ko'p imkoniyatlar berdi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, mehnat shuhrati ordeni, do'stlik ordeni oldim. Agar sobiq tuzum paytda bo'lsa shu narsalar bo'larmidi? Ana endi men mustaqillikka nima berdim? Qarang, bizni teatrimizda katta shu mustaqillik yillarida spektakllar qo'yildi. Keyin men yana nima berdim? Har yili ma'naviyat karvoni tashkil qilinadi. Respublika ma'naviyat markazini targ'ibotchilar guruhi bor. O'shga meni a'zo qilib qo'yishgan. Hamma viloyatlarga bordim. Xalqqa o'zimizda bor san'atimiz bilan, o'zimizda bor alishiga san'atga bo'lgan o'sha mana bu orqamizda turgan katta yukni o'sha bayramni birgalikda bayram qilaylik deb xalqni ichiga kirib ketib mustaqillik to'g'risida ashulani aytib xalq bilan birga bo'ldik. Mana bergan narsam, mana shu spektakllarim, obrazlarim, mana teatrda juda ko'p spektakllarda bosh rol o'ynayapman. Baholi qudrat xalqimizga xizmat qilib kelyapmiz. Bugungi kunga kelib bitta narsani aytgimiz keladi. Yarashadi, qancha aytsak shukronalar. Ozod obod yangi O'zbekiston zamonalari. Yelkasiga yelka tutib mardonalar, tinchliksevar xalqimiz bor. Tinchliksevar. Nega shukr qilmaylik? Gullab tursa bog'imiz. Nega shukr qilmaylik? Tandir to'la nonimiz. Nega shukr qilmaylik? Bor ekan vijdonimiz. Nega shukr qilmaylik? Bor ekan imkonimiz. Har bir imkoni bor, vijdoni pok insonlarni mana shu mustaqilligimizni to'yini tantanali qilib o'tkazib, xursandchilik bilan o'tkazishga hammani da'vat qilaman. Shuning uchun hamma yurtdoshlarimizni mustaqillik bilan tabriklayman. Iloyim xonadonlarda yaxshilik bo'lsin.